Ushbu audio hikoyani yuragi bo'shlar va qo'rqoq insonlar eshitmasin. Agar eshitganingizdan keyin o'zingizda salbiy o'zgarishlar sezsangiz, men javobgarlikni o'z bo'ynimga olmayman. Muallif va ijrochi, montajchi Temurxon. Demak, quloqchinlar taqilsin, chiroqlar o'chirilsin, hikoya ovozi ko'tarilsin. Demak, biz boshladik. Ummon osmondan ag'darilayotgan ikkinchi kun edi. Tinmay yomg'ir yog'ar. Shahardagi 4 ta xonadondan 5 nafar kollej o'quvchilari yuzlarida qo'rquv alomatlari va jarohatlari bilan o'lik holda topilib morgga olib ketildi. Yuz bergan voqea yuzasidan tergov surishtiruv ishlari va sud-tibbiy ekspertiza ishlari olib boriladigan bo'ldi. 4 ta xonadon egalaridan 2 tasida 2 nafar onaizor, 2 nafar farzandidan ayrilganidan ohu-nolalar osmonga yetib, ko'z yoshlari yomg'ir bilan aralashib ketdi. Hamma bo'lib o'tgan voqeaga tushunmay quyidagi savollar miyalarida aylanaverardi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Ular nimaga o'lishdi? Ularni kim o'ldirdi va nima uchun aynan ular o'ldi? Barcha sud-tibbiy ekspertiza natijalarini, tergov surishtiruv ishlari natijalarini kutishmoqda. Ummon osmondan ag'darilgan birinchi kun. Qo'q yarim tun. Uyimda o'z xonamda internetni titkilab o'tirarkanman. Bundan 10-15 yil ilgari yo'qolib qolgan odamlar haqida ma'lumotlarga duch keldim. Har yili bir qancha odamlar yo'qolib qolavergan. Hammasini erinmasdan ko'rib chiqdim. Bular kimningdir otasi, kimnidir onasi yoki singlisi, yoki opasi, yosh yigit qizlar, bolakaylar. Bularni son sanog'i yo'q. Bu ma'lumotlarni ko'rib o'tirarkanman, yonimdagi karavotda uxlab yotgan 13 yoshli ukam Jasurga bir qarab qo'ydim. Ulardan eng ko'p yo'qolganlari 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'lgan. Bilmadim qanday qilib, balki o'g'irlab ketishgandir, balkim. Bu yo'g'ini o'ylamaslik kerak. Nimagadir ko'nglim behuzur bo'lyapti. Telefonimni titkilab o'tirganimcha uxlab qolibman. Ertasi kuni kollejga o'qishga yo'l oldim. Dars paytida ham agar ustoz yo'q bo'lsalar, darhol telefonimni chiqaraman-da netga kirib har xil yangiliklarni kuzataman. YouTube kanalida joylanib boriladigan Digger stalkerlarning videolariga juda qiziqaman. Bunday qo'rqinchli joylarda qo'q yarim tunda qo'lida kamera va fonarik bilan sang'ib yurish uncha-muncha odamning qo'lidan kelavermasa kerak. Bu juda ham qo'rqinchli bo'lsa kerak. Nima ko'rib o'tiribsan, Temur? Umid o'rtog'im yonimga keldi. Videoni ko'rib, sen ham qiziqasanmi? dedi. Senchi? Men ham. Juda ham adrenalinga boyda bu videolar. Nimasini aytasan? Bir pasda yonimga yana bir nechta bolalar yig'ilib olishdi. Barchasi meni yonimda yig'ilishdi. Qani biz ham ko'raylik. Zo'r-ku, bolalar, shunaqa bitta zo'r joyni bilaman, dedi Said. Shunaqa tashlandiq joyni bilasanmi? Bilaman. Shahar chekkasida katta yo'ldan ancha yiroqda o'rmonzor bor. O'sha o'rmonzorning o'rtasida 5 qavatli tashlandiq kasalxonami, jinnixonami, xullas bitta imorat xaroba bo'lib yotibdi. Zo'r-ku. Nimagadir u bino haqida eshitmagan ekanmiz. Borib ko'rmaymizmi, bolalar, dedi Umid. Bir nechtasi borib ko'rish kerak, dedi. Said, sen bizlarni boshlab borasan. Yo'q, men bora olmayman. Nima, qo'rqasanmi? Yo'q, gap qo'rqqanda emas, shunchaki bormayman. Hop, mayli, biz qo'rqoqlarni olib ketmaymiz.
Stop, bo'pti, boshlab borganim bo'lsin, lekin kunduzi boramiz. Kunduz kuni borsang qo'rqinchli bo'ladimi u yerlaring? So'radi kulganicha Jahongir. Qayerdan bilaman borib ko'rmasam u yerga. Bolalar o'zi rostdan boramizmi? Voy Temur, sen ham qo'rqasanmi? Yo'q, shunchaki so'radim qo'ydimda. Boradiganlar qo'lini cho'zsin deya Umid o'rtaga qo'lini cho'zdi. Uni ustiga Said o'ylanibgina qo'lini qo'ydi. Keyin Jahongir, bo'pti, men ham boraman dedi. Men ham qiziqishim ortib ketdi va qo'limni ularni qo'llari ustiga qo'yarkanman. Meni qo'lim ustiga yana bitta qo'l qo'yildi. Hamma unga qaradik. Sevara, senga nima bor u yerda? Umid unga gapira ketdi. Sevara Umidning egizagi, yana singlisi edi. Men ham boraman. Nima? Shunchalik dovyurakmisan? Yana so'radi Umid. Agar yo'q desangiz, oyim bilan dadamga aytib beraman. Hamma Umidga qaradik. Xo'p mayli, men ruxsat berdim ham deylik. Uydagilarga qanaqa bahona aytasan, tentak? Axir biz tunda ketamiz-ku. Sen nima deysan oyimlarga? Aka, uydagilarga dugonamni uyiga ketyapman. Bugun o'sha yerda tunayman deb kunduzi ketaman, lekin kechasi sizlarga qo'shilib olaman. Umid uf tortdi. Sevarada ham biz kabi sirli, paranormal voqealarga, sirli jumboqlik hududlarga qiziqish bor edi. Ha Digger, endi nima qilasan? Dedik hammamiz. Bo'pti, mayli, olib ketamiz. Piyoda ketamizmi? Meni ota-onam bugun kechki ziyofatga ketishadi. Uydagi Sparkni olib chiqishga harakat qilaman. 1-2 soatga haydab kelsam hech nima qilmaydi. Mana bu boshqa gap. Shoshmang, borganimizdan so'ng u yerni videoga olishimiz kerak. Bizni o'sha tashlandiq kasalxonaga borib ko'rganimizni, o'sha yerni o'rganib chiqqanimizni kameraga yozib olish kerak. Qolaversa, O'zbekistonda hali beri bunaqa diggerlik bilan shug'ullanadigan insonlar yo'q deb eshitganman, dedi Jahongir. Xo'p, nima qilish kerak dedik. O'zimiz bilan birga kamera olib olamiz. Undan oldin esa YouTube ijtimoiy tarmog'ida Digger nomli kanal ochishimiz kerak. Undan keyin esa o'sha yerda yozib olingan videoni to'g'ri YouTube kanalimizga joylaymiz. Qarabsizki, O'zbekistondagi birinchi diggerlarga aylanamiz, dedi Jahongir. Qoyil, kallang ishlab ketdimi, dedik barchamiz. Umid, menda qorong'uda ham tiniq tasvirga oladigan kamera bor. Xullas, kamera meni zimmamda, dedi. Bunisini boplading, dedik. Bu yog'iga yulduzlik kasalligiga uchrar ekanmiz-da, deb kulib yubordik barchamiz. Bu orada guruhda bahs boshlanib ketdi. Guruhimizning teng yarmi borolmaysizlar deyishdi, lekin biz gapimizda turib oldik. Unda bugun tunda yo'l olamiz. Hamma fonarlarni olib olsin. U yer tunda zulmat qariga g'arq bo'ladi, dedi Said. Xo'p, bo'pti. Bugun kechki payt hamma meni uyim oldida yig'ilsin, dedim ularga. Xo'p, ko'rishamiz. Kechki payt aksiga olib yomg'ir chelak bilan quyayotgandek yog'a boshladi. Soat kechki 8:39. Ota-onam qo'shni mahalladagi do'stlarnikiga boshqa mashinada tungi ziyofatga ravona bo'lishdi. Uyda ukam ikkalamiz qoldik. Mashina esa garajda. Jin ursin. Jasurni nima qilaman, Qo'shninikiga 1-2 soatga tashlab kelsammikin? Yo'q, bo'lmaydi. O'zim bilan olib ketaman shekilli. Uyni qo'ng'irog'i chalindi. Hammalari kelishibdi. Jasur, yur, bir yerga borib kelamiz, dedim. Qayerga boramiz, aka? Sen kiyinib chiq, 1-2 soatlarda qaytamiz. Garajdan mashinani olib chiqdim. Hamma mashinaga o'tirdik va biz xatarli sarguzasht tomon mashinani haydab ketdik. Yo'l bo'yi hech kim gapirmadi. Menimcha hamma qo'rquvda edi. Lekin Said birdan sukunatni buzdi. O'sha bino haqida eshitganmisizlar? Qandaydir mish-mishlar tarqalgan-ku, dedi Said. Yo'q, dedik. Qiziqtirmay ayta qol endi. Bilishimcha, o'sha o'rmon o'rtasiga yuqumli kasalliklar shifoxonasi qurilgan. Bilmadim nega aynan o'rmonzorning o'rtasiga qurishgan. Balkim xavfli kasalliklarni davolovchi kasalxona bo'lgani uchundir. Lekin keyinchalik u bino kutilmaganda yonib ketgan. Bir necha marta yongan. Mish-mishlarga qaraganda, o'sha kasalxonada vafot etgan bemorlarning ruhlari sabab o'sha bino qayta yonib ketavergan.
Keyinchalik bu binoga davolanuvchilar kelmay qo'yishgan. Bora bora bu binoga hamshira-yu shifokorlar ishlagani kelmay qo'ygan. Axir bir necha marta yongan kasalxonada ishlab bo'ladimi? Xo'sh, davom ettirchi. Shundan so'ng u binoga hech kim kelmay qo'ygan. Ba'zi bemorlar va qorovullar, navbatchilarning aytishicha, u yerda odam kamaygandan so'ng tunda shifoxonada g'alati yig'i-sig'i ovozlari eshitiladigan bo'lgan ekan. Va umuman hech kim u yerga bormay qolgan. Shu u yer xosiyatsiz xaroba hudud nomini olgan. U yer mana 10 yildirki tashlandiq holida turgan ekan. U binoni na buza olishgan va na atrofiga boshqa imorat qurishgan. Qisqasi, u yerlarga hech kim qadam bosgisi kelmagan ekan. Nega buza olishmagan? Eshitishimcha, o'sha binoni barcha tark etishgandan so'ng tegishli tashkilot tomonidan u bino buzilib boshqatdan qurishmoqchi bo'lgan ekan. Lekin buzish ishlari boshlangan kuni barcha texnika va transportlar ishdan chiqavergan, buzilavergan. Ishchilar va boshliqlar, boshqaruvchilar har uxlaganida tushida qo'rqinchli g'alati narsalarni ko'raverishgan ekan. Va ishchilar bu binoni buzishda qatnashishni istamay, ishni tashlab ketib qolishgan ekan. Shundan keyin bu binoni o'z holiga qo'yishgan. Bu voqealarga ham mana 15-20 yilcha bo'ldi-yu. Adashmasam 10 yil oldin qaysidir bir millioner biznesmen bu binoni sotib olib, xususiy shifoxona qilib boshqatdan ta'mirlatib kasalxonani yuritmoqchi bo'lgan. Lekin bir necha kundan keyin u odam sirli tarzda vafot etgan ekan. Sen buncha ma'lumotlarni qayerdan bilasan? Akamni yaqin do'sti bu kasalxonada ishlagan ekan. Boshqa bir yaqin do'sti esa aynan ushbu kasalxonani buzish ishlarida qatnashmoqchi bo'lgan ekan. Bu ma'lumotlarni akam ulardan eshitgan, men esa akamdan. Ha, tushunarli. Bo'ldi, boshqa gapirma. Qolganini borib bilib olamiz. Qiziq, u yer xosiyatsiz ekanini bilib turib boryapmiz, a? deb kulib qo'ydim. Ha, men ishonmayman, deb jilmaygancha qo'l siltab qo'ydi Umid. Shu tariqa biz manzilga yetib keldik. Mana bu manzarani qara, dedim chin hayratlanib. Tashqi ko'rinishi qop-qora, har yerida daraxtlar o'sib chiqqan, yon atrofini har xil o't-o'lanlar bosib ketgan edi. Qarshimizda 5 qavatli bino turar. 5 qator va uznasiga anchagina cho'zilib ketgan son-sanoqsiz ichkarisini zulmat qoplagan derazalarni ko'rib turardik. Mashinani bino kirish eshigi oldiga yaqin joyda to'xtatdim. Mashinadan tushishdan oldin Jasurga qo'l telefonimni berib, sen o'yin o'ynab o'tir, men hozir qaytaman, qo'rqmaysan-a? Seni nimaga o'rgatganman, deya boshini silab qo'ydim-u, eshik tomon odimlab ketdim. Oynalari sinib ketgan bino kirish eshigi oldida to'xtadik. Umid kamerani yoqdi, bizlar esa fonarlarimizni. Va biz ichkariga qadam tashladik. 5-6 tacha qadam bosib to'xtadik. Kiraverishda kattagina registratsiya, ya'ni qabul qilish, ro'yxatdan o'tish joyi bor edi. To'g'rimizda tepadagi qavatlarga olib chiquvchi va pastga yerto'laga olib boruvchi zinalar bor edi. Va ikkala tomonga qarab uznasiga cho'zilib ketgan yo'laklar bor edi. Xo'sh, unda boshladikmi bolalar? Ha, omad, deya biz tasvirga olishni boshladik. Birinchi qavatni ko'zdan kechirdik. Barcha narsalar yoyilib betartib yotardi. Chala yongan koyka, ya'ni bemor yotadigan karavotlar, nogironlar aravachalari, yana har xil moslamalar, tibbiyotga oid har xil asbob-anjomlar. Xullas, barcha yer betartib. Devorlar qop-qora tusga kirgan, ba'zi palatalarning eshiklari ochiq, ba'zilariniki yopiq, ba'zilari qiya ochiq edi. Har bitta eshik oldidan o'tib ketayotganimizda, ayniqsa qiya ochiq eshik oldidan o'tib ketayotganimizda, ichkarida qorong'ulikda qandaydir inson yuragiga qo'rquv soluvchi har xil ins-jins, ruh, arvoh, shaytonlar bizga tikilib turgandek taassurot uyg'otardi. Biz bir-birimizdan ayrilmasdan yurardik. Tiq etgan ovoz chiqsa yuraklarimiz o'ynab ketadigandek edi. Bu yerga kelgunimizcha Said bu yer haqida bilganlarini aytib bergani uchunmi, menimcha barchamizni qo'rquv bosdi. Ora-orada bu yerda kimdir bormi, deya savol berib qo'yardik, lekin sukunat.
Bir qo'rqaman, bir tarafdan kulgim keladi. Shunday qilib birinchi qavatni ko'zdan kechirib, bu qavatda hech kimsa yo'q ekanligini bildik. O'zi biz hech kimni izlamayotgan edik. Sal turib ikkinchi qavatga ko'tarmoqchi bo'ldik, lekin Umidni o'rtaga tashlagan savoli bizni birinchi yerto'laga tushib ko'rish kerak degan o'y xayolga olib keldi. To'xtang, birinchi yerto'laga tushib ko'raylik, keyin qolgan qavatlarni ko'zdan kechiramiz. Kamera yo'qolgan. Ichkarida qo'limizga ilingan narsa bilan temir yoki yog'och bo'lagi bilan barchamiz qurollandik. Keyin yerto'laga tushdik. Yerto'la eshigi qiya ochiq turardi. Sekin pastga tushdik. Zulmatni ko'z oldingizga keltira olasizmi? Ha, unda siz biz bilan birga ekansiz. Ha, bu yer siz o'ylagandek dahshatli zulmat qa'riga g'arq bo'lgan. Oldimizda uzun, judayam uzun yo'lak bor edi. Bu yer judayam zax, nam edi. Oyog'imiz tagida oz miqdorda suv bor ekanmi, har qadam tashlaganda suvning ovozi eshitilardi. Tepada suv quvurlari va qandaydir kabel simlari osilib turar. Har yerda katta va eshigi o'rnatilmagan ichkarisi keng katta xonalar uchrab turardi. Yo'lak oxirigacha borib ko'rdik, lekin haligi eshiksiz xonalarga nazar tashlagan qo'rqdikmi, xullas u yerlarni ko'zdan kechirmadik. Xullas bu yerda qiziqarli narsani guvohi bo'lmadik. Keyin yerto'lani tark etdik. Tavba, hech kim gapirmasdi. Butun vujudimiz quloqqa aylanib ketgandek edi go'yo. Endi navbat ikkinchi qavatga. Ikkinchi qavat ham xuddi birinchi qavatga o'xshab hamma yoq betartib vayronaga aylangan. Devorlar va eshiklar qop-qora, yo'lak qorong'u. Yo'lakdagi ba'zi xonalarning eshiklari yopiq, ba'zilari ochiq, ba'zilari esa qiya ochiq turardi. Har xil inson tashiydigan moslamalar, har xil asbob-anjomlar har yerda sochilib yotardi. Bu yerni ham videoga olib 3-qavatga ko'tardim. 3-qavat sal qo'rqinchli edi, chunki devorlarning ba'zi joylari qizil rangda edi, xuddi qon sachragandek. Bu yerda ham yo'lakda har yerda chala yongan koykalar turardi. 4-qavat ham xuddi shunday va 5-qavatga ko'tarildik. 5-qavat ham betartib edi. Har bir xonani ko'zdan kechirib chiqqach, yo'lak o'rtasida o'tirib dam oldik. Davra o'rtasida katta fonarni tepaga qaratgancha yoqib qo'ydik. Bolalar bu binoni qavatma-qavat ko'rib chiqdik. Bu yerda hech kim va hech narsa yo'q. Endi bemalol nafas rostlasak ham bo'laveradi. Sevara, qo'rqmadingmi? So'radi Umid. U ham tezda yo'q deya javob berdi. Jahongir kameraga qarab biron nima degan, boyadan beri jim yuribsan, dedi Umid. Jahongir kameraga qarab: Salom do'stlar, ko'rib turganingizdek biz qo'rqinchli xarobaga aylangan tashlandiq kasalxonaning 5-qavatida o'tiribmiz. Mana eshitganingizdek yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq gumurlamoqda. Bu jarayon ham adrenalin miqdorini oshirib yuboryapti. Uzr do'stlar, gapni boshqa tomonga burib yubordim. Biz kursimizdagi do'stlarimiz bilan garov o'ynagandik. O'yin sharti shu ediki, biz qoq yarim tunda shahar chetidagi o'rmon orasidagi kasalxonaga borib, video syomka qilib kelishimiz kerak edi. Mana do'stlar, biz garovda yutdik. Yutqizgan do'stlarimizga esa salom yo'llab qolamiz, deb qo'shib qo'ydi Said. Sevara, sen nima deysan? Men aytadigan gapim yo'q, shunchaki biz bu ishni uddaladik, garovda yutdik. Umid kamerani o'ziga qaratdi. Endi hech qachon bunaqa joyga borishga garov o'ynamaymiz. Sababini esa mana o'zingiz ko'ringlar, deya kamerani har tomonga qaratdi va keyin menga qaratib: Temur, sen nima deysan, dedi. Menmi? Men shuni aytamanki, bizdan keyin aslo bu yerga hech kim tashrif buyurmasin. Judayam xosiyatsiz va qo'rqinchli joylar ekan. Hattoki nafas olishingiz o'zingizga eshitiladi, jin ursin. Shunday ekan azizlar, biz endi bu joyga qaytib kelmaymiz. Siz ham bu yerga qadam bosmang. Bo'ldimi? Kamerani o'chirsang ham bo'laveradi. Kamera o'chdi. Endi bu videoni YouTube kanalimizga yuklaymiz, dedi Umid va hech qanday montajlarsiz original holda yuklay boshladi. Bu orada yana ozgina vaqt suhbat qurib o'tirdik. Keyin Sevara: Balkim endi qaytarmiz. Timur, ukang Jasur ham qo'rqib o'tirgandir.
Yo'q, u qo'rqmaydi, uni qo'rqmaslikka o'rgatganman. Menimcha u uxlab qolgan bo'lsa kerak. Bu nima deyapti? Uni o'zimiz bilan olib kelaverishimiz kerak edi. Yosh bola-ku, qo'rqadi. Biz bilan yursa xavf-xatarga uchrab qolmasin deya tashlab ketdim. Xo'p, mayli. Qani unda ketdikmi? Ha, endi uyga qaytsak ham bo'laveradi. Endi o'rnimizdan turgandik, davra o'rtasidagi fonar kutilmaganda o'chib qoldi. Bolalar, fonar o'chib qoldi-ku deya Said fonarni olib yoqib ko'rmoqchi bo'ldi. Qayta urindi, lekin foydasi bo'lmadi. Balkim quvvati tugagandir. Hozir telefon fonarini yoqaman deya Sevara telefonidagi fonar knopkasini bosganida telefon fonari ham ishlamadi. Darrov boshqalar ham fonar yoqishga urina boshladi, lekin boshqalarda ham shu ahvol. Endi yuraklarimizni qo'rquv egallab oldi. O'rtamizda vahima ko'tarildi. Umid. Hoy, o'zimizni bosamiz. Qani telefonimni bir o'chirib qo'shib ko'raman deya o'chirayotgan bir mahal bizdan 10 qadamcha narida eshik g'ichirlagandek bo'ldi. Sevara sapchib tushdi. Biz orqaga qadam tashlay boshladik. Yuraklarimizni urishi bir-birimizga eshitilayotgandek edi. Nafas olishlarimiz tezlashib ketdi. Bolalar, u yerda kim bor? Axir xonani tekshirgan edik-ku. Biz bir-birimizni ovozlarimiz yordamida topib oldik. Menimcha daydib yurgan mushuk eshikka tegib ketdi yoki shamol yordamida g'ichirladi. Axir barcha qavatdagi derazalar singan edi-ku, bu aniq shamol. Men chiqish yo'lini izlash uchun ortimga o'girilganimda ortimda shaffof siluet turganini payqab qoldim-u, yuragim sapchib tushdi. Siluet g'oyib bo'ldi. Tilim aylanmay nafasim ichimga tushib ketdi. Bo'g'zimga nimadir tiqilganday bo'ldi. Arang gapirdim. Do'stlar, ketdik, meni ko'zimga allanimalar ko'rina boshladi. Biz har tomonga alanglab qarayotganimizda pastki 4-qavatda shovqin eshitildi. Barcha bir joyga to'plandik. Biz nimalar qilib qo'ydik? Dedi Said. Jim, dedik Umid ikkalamiz. To'g'risini aytaman, oyoqlarim o'zimga bo'ysunmay qoldi. Darrov yugurib binodan chiqib ketgim keldi-yu, ammo ovoz pastki qavatda eshitilgandi. Do'stlar, bu qanaqa ovoz? Dedi Jahongir. Menimcha 4-qavatda kimdir yoki nimadir yugurib yuribdi. Biz endi aniq tuzoqdamiz, dedi Said. Ey xudoyim, dedi Sevara. Biz bir-birimizni ko'rmayotgan edik. Ovoz bir zum tinib qoldi. Do'stlar, o'zimizni qo'lga olamiz va sekin pastga olib tushuvchi zanani topamizda pastga yuguramiz. Tayyormisiz? deya shivirladim. Ha, biz tayyormiz deyishdi. Sekin qadam tashlab ketayotgan edik, shunda biz turgan yo'lak boshidan qorong'ulik ichida kimdir yoki nimadir shiddat bilan yo'lakdan yugurib o'tdi. Barchamizni itarib turtib o'tgani uchun biz bir-birimizdan ajralib qoldik. Men Sevaram qo'lidan mahkam tutib olgan edim, lekin o'rtamizni ayirib ketdi. Sevara, qo'lingni ber. Umid, Said, Jahon, tezda tushamiz, dedim. Sevara qo'limdan tutdi. Chaqmoq chaqqanida pastga olib tushuvchi zinani ko'rib qoldim. Ketdik, yuguramiz, dedim. Barcha zinaga otildik. Sevara ikkalamiz orqada tushib borardik. Muzlab qolsan-ku, Sevar, qo'llaring namuncha sovuq, dedim. Yugurib ketayotib, u indamadi, lekin qo'limni shunaqangi qattiq siqardiki, Sevarani bu qadar kuchli deb o'ylamagandim. Bir amallab 1-qavatga chiqdik. Uchalasi bino eshigidan chiqib bizni kutib turishgan ekan. Men chiqish eshigiga yaqin qolganimda Sevar qo'limni qo'yib yubordi. Sevar, yur, nimaga turib qolding? Yur, ketamiz. Timur, Sevara qani? So'radi Umid. Ana turibdi. Sevara, bo'la qol, ketdik. Lekin u joyida qilt etmay turardi. Tashqari sal bo'lsa-da yorug', ichkari qorong'u edi. Men unga yaqin kelganimda u orqaga tisarildi.
Sevara, bu senmisan? Umidning ovozi titrab, Sevar, meni qo'rqitma, yur dedim senga. Umid, dedim unga qaltiroq ovozda. Shunda Sevara sekin yig'lagancha qorong'ulikka singib ketdi va ovozi eshitilmay qoldi. U Sevara emas, dedim. Nima? Unda Sevara qayerda? Dedi asabiylashib. Qo'lim bilan 5-qavatni ko'rsatdim. U tepada qolib ketibdi. Nima? Unda sen kimni qo'ldan tutib olib chiqding? O'ylashga ham qo'rqaman. Voy, yur, uni olib chiqamiz. Said, Jahongir, yuringlar, Sevara tepada qolib ketibdi. Olib chiqaylik, dedim. Ular ilojsizdan ortlariga qaytishdi. To'rttalovimiz yana chipslashgancha tepaga ko'tarildik. 5-qavatga telefonimiz ekran yorug'liklari bilan chiqib olganimizda yo'lakda Sevarani ko'rmadik. Jin urgur seni. Qani Sevara, dedi Umid asabiylashib. Jem, dedim. Hozir uni topamiz. Juft-juft bo'lib uni qidiramiz. Ovoz chiqarmanglar. Mana bu palotalarni ko'rib chiqish kerak, dedim. Men Umid bilan, Said Jahongir bilan barcha xonalarni ko'zdan kechira boshladik. Shunda xonalarning birida derazadan tashqariga ko'zim tushib qoldi-yu, Sparkning yonida uvadasi chiqib ketgan oq kiyimda kimdir turganini ko'rib qoldim. Axir Jasur mashinada edi. U aniq Sevara emas. Unda u kim? Hoy, sen kimsan? Mashinadan nari tur, dedim. U sokinlik bilan boshini tepaga men tomon burdi-yu, osmonda yana chaqmoq chaqdi. Shunda uni ko'rdim. Ustidagi oq kiyim aslida oppoq rado ekan. Rado ichidagi boshini aniq ko'ra olmadim, lekin uzun sariq sochlari bor ekanini bildim. U ayol kishi edi. Umid, mashina yonida kimdir turibdi, tezda Sevarani topib pastga tushish kerak, dedim. Yo'lakka chiqib Said bilan Jahongirni chaqirdik. Ular kelishdi. Topdinglarmi? Yo'q, u hech qayerda yo'q. Jin ursin seni. Sevara, nega uyda qolmading, deya dashnom urdi Umid. Bolalar, qanday bo'lmasin, uni topmasak ota-onam meni o'ldirishadi. Xavotirlanma, hozir topamiz. Shunda qaysidir xonada Sevarani ingrab yig'layotganini eshitdim. Jim, dedim, u bolalarni o'sha xona tomon boshlab bordim. Sekin ovoz kelgan palotaga yaqinlashib eshigini g'iyqillatgancha ochdik. Ichkari qorong'u va xona burchagida Sevara boshini tizzasiga qo'ygancha yig'lab o'tirardi. Sekin oldiga bordik. Sevar, senmisan? Yur, tez ketamiz. Shunda u bizga qaradi. Yig'lagancha qo'rqayapman, dedi-yu, eshik tomondagi burchakka qarab qoldi. Sekin telefonni kuchsiz nurini burchakka qaratganimda u yerda hech kim yo'q edi. Sevar, nimaga qarab qolding? U yerda hech narsa yo'q-ku. U qo'li bilan burchakni ko'rsatib, ko'rmayapsizlarmi, dedi. Yana qaratganimda ham hech kim yo'q edi. Qani, yura qol tez. Jahon bilan Umid Sevarani ikki qo'lidan tutib himoyalab olib chiqishdi. Shunda 4-qavatda kardiografik uskunaning ovozi eshitila boshladi. Birozdan so'ng pulsni to'xtagan ovoz yangradi-yu, 4-qavatdan gudur-gudur qadam ovozlari yangrab, qichqiriqlar eshitilib birdan to'xtab qoldi. Barchamiz shok holida turardik. Titragancha 4-qavatga tushdik. Shunda qop-qorong'u yo'lak boshida turgan g'ildirakli bemor yotadigan karavot sekin g'ich-g'ich ovoz chiqargancha biz tomon yurib kela boshladi. Va 3-qavatdan kimdir yig'lagancha zina bo'ylab yurib kelayotganini eshitib qoldim. U 4-qavatga ko'tarilmoqchi. Bu yoqda yo'lakda karavot yurib kelmoqda. Tepaga ko'tarila olmaymiz. Nimalar bo'lyapti o'zi? Pastga tusha olmasak yoki tepaga ko'tarila olmaymiz. Nima qilish kerak o'zi, dedi Said. Jim, dedi-ku, men gap boshladim. Hozir bu qavatdagi biron xonaga yashirilmasak, bizni bu siluetlar ushlab olishadi. Gapingga qo'shilamiz, deyishdi barchasi. Eshigi yopiladigan xonani topdik-ku, ichkariga kira boshladik. Barcha kirdi-yu, Jahongir endi kirmoqchi bo'lganida eshik yopilib qoldi. Uni qo'lida telefon yo'q. Yo'lak qorong'u. Jahongir dahshat bilan baqira boshladi. Bolalar, men qolib ketdim, eshikni ochinglar. Biz eshikni ochishga urinardik. Shunda haligi karavot g'ichirlagancha eshik oldigacha keldi. Va Jahongirning baqirig'i eshitildi-yu, birdan jimib qoldi. Biz turgan xonada ham qanaqadir ovoz eshitdik.
Palata burchagida boya men Sparkni yonida ko'rgan rido kiygan ayol o'tirardi. Qo'rqsak ham yoniga bordik. Sekin yuziga boqib ko'rdim-u, bu ishimdan ming afsus chekdim. Uni yuzini yarmi majjahlangan edi. Qora chig'i yo'q, shaffof rang ko'zlariga boqib miyamda kuchli og'riq boshlandi. Qandaydir avtohalokat ko'zimga ko'rindi. Yuringlar, ketamiz bu yerdan. Barchamiz birgalikda eshikka otilganimizdan eshik qarsillab ochildi. Beixtiyor ko'zim ortimga tushganida ridoli ayol ko'z ochib yumgunicha eshik oldiga kelib qoldi. "Jinurgurlar, tezroq tushaylik pastga", dedim sal qattiqroq ovozda. "Yuring, endi Jahongirni topish kerak", dedi Umid. "Ming la'nat barchasiga", dedim. Pastga o'tildik, barchamiz baqirardik. "Jahongir! Qayerdasan?" Birinchi qavatga tushganimizda yerto'ladan Jahongirning ovozi eshitildi. "Sevara, sen mashinaga bor", dedim, lekin kutilmaganda bino chiqish eshigi oldidan radoli ayol chiqib qoldi. U menimcha qandaydir jasadni egnidan sudrab eshik oldigacha keldi va menga qaradi-da qichqirdi. Shu onda chaqmoq chaqqani uchun uning yuzini ko'rib qoldim-u, yana miyamda og'riq sezdim. "Barchamiz podvalga tushamiz, boshqa ilojimiz yo'q", dedim boshimni ushlab. Jahon, ovoz ber, qayerdasan? Hozirroq ketmasak bu la'nati joyda abadiy qolib ketamiz", dedim. Zax yerto'la yo'laga oxiriga yetay deb qolganimizda to'planib qolgan ko'lmak suvga yuztuban yotgan sochi yo'q, kal va egnida kiyimi ham yo'q, lekin oppoq shimma yoki triko kiyib olgan qariya insonni ko'rib qoldik. Yaqinlashganimiz sari undan badbo'y hid tarala boshladi. "U kim?" dedi Sevara bilan Said. "Bilmadik", dedi Umid. "Bilishni ham xohlamaymiz." Jahongirning ovozi bir xonadan eshitildi. Ovoz eshitilgan xonaga borib qarasak, chap qo'lini suyagi qoq o'rtasidan sinib osilib qolgan qo'lini ushlab o'tirgan Jahongirni topdik. "Qo'lingga nima qildi?" deya unga yopishdik. Shunda u "Qariya qani? U hozir keladi. U barchamizni o'ldiradi." "Jahongir, bas qil, yur, ketamiz." Yo'lakka chiqdik, qarasak boyagi qariya joyida yo'q. Tez yuramiz, dedim. Biroz yurgach yo'lakda qarama-qarshi eshiklar oldida yo'lak o'rtasida turgan oppoq mushukni ko'rib qoldik. "Bu oddiy mushuk, aylanib o'tamiz", dedim. Aylanib o'tdik. U o'rtaga, ya'ni bizga qarab qattiq miyovladi. Shu zahoti qarama-qarshi eshiklarning biridan boyagi qariya ko'rinishidagi arvohmi, shaytonmi mushukni bo'ynidan tishlab yugurib o'tdi va qarshisidagi xonaga kirib ketdi. Bu manzaradan dahshatga tushib yugura boshladik. Jahongirning og'riqdan baqirishlari quloq miyamizni teshardi. Afsuski, Jahongirning singan qo'lini bir bo'lagi yo'lak boshiga yetganimizda uzilib tushib qoldi. Uning boshdan kechirayotgan og'rig'ini his etib ko'rishni o'zi dahshat. Yerto'ladan chiqdik-yu eshikni qarsillatib yopdik. Lekin bari endi boshlangan ekan. Yerto'ladan chiqdik-yu kasalxonaning barcha qavatlarida har xil yig'i-sig'i ovozlari, qandaydir maxluqlarning ovozlari, yo'laklarda kimlarningdir chopib yugurishlari, bolakaylarning yig'lashlari, kardiografik uskunalarning ovozlari, umuman inson aqldan ozishi uchun nima kerak bo'lsa barchasi shu kasalxonada ayni damda yuz berayotgan edi. Biz nimagadir hushimizdan ketdik. Ko'zimni qandaydir badbo'y va qorong'u yerda ochdim. Bu yer menimcha kasalxonaning o'likxonasi edi. "Bu yerda kimdir bormi?" dedim. Sal turib do'stlarimni ham ovozlari eshitila boshladi. O'likxonada chiroq yondi. Shunda bildim, har bittamiz jasadni yorib ko'ruvchi temir stollar ustida yotgan ekanmiz. "Barchangiz omonmisizlar?" dedim. Shunda Jahongirni ingrayotganini eshitdim. O'rnimdan turishga tinkan madorim yo'q. Menimcha ular bizlarni qaysidir yo'l bilan behol, majolsiz qilib qo'yishgan. Haligi ridoli ayol bilan kiyimsiz qariya Jahongirni tepasida turishardi. Qo'llarida har xil jarrohlik asbob anjomlari.
Ular menimcha Jahongirning uzilib qolgan qo'lini pala-partish qilib joyiga tikib qo'yishmoqchi edi. Jahongir yig'lamoqda. U azobdan yig'lardi. Uni tinch qo'yinglar, dedim past ovozda. Qolganlar ham holsiz edi menimcha. Timur, ular kim? Dedi Umid. Menimcha ular shu yerda vafot etgan bemorlarning arvohlari dedim. Lekin nega ular bu yerda? Menimcha ularning tanalari bu yerda qolib ketgan. Boya ana o'ridoli ayol qandaydir bir jasadni sudrab yurganini ko'rgandim. U menimcha o'zini jasadni sudrab yurgandi. Ular ko'milmaganlar. Ular ko'milmasa nima bo'ladi? Ruhlari arosatda qolib ketishadi va tiriklardan alamzada bo'lib tanalari qolib ketgan yerda daydib yurishadi. Ridoli ayol zum o'tmay yonimda paydo bo'ldi va og'zimni tikib tashladi. Men qo'limni qimorlatishga ham holim yo'q edi. Sal o'tmay boshqa do'stlarimni ham har xil a'zolarini tikib tashlashdi. Meni og'zimni, Umidni ko'zini, Saidni quloqlarini yuziga yopishtirib tikib tashlashdi. Sevarani ikkala qo'l kaftini bir-biriga qo'shib, Jahongirni sog' qo'lni tanasiga qo'shib tikib tashlashdi. Biz ruhan tushkunlikka tushib bo'ldik va og'riqdan ingrardik. Ustki kiyimi yo'q, ko'zlari va ko'zini yon tomonlari tim qorong'u, qorni qovurg'alariga yopishib qolganidan qovurg'alari aniq ko'rinib turgan chol egnini ko'tarib boshini pastroqqa tushirib turganicha barchamizga bir nazar tashladi-yu havoga singib ketganday g'oyib bo'ldi. Ridoli ayol yana meni yonimda paydo bo'ldi-yu yuzini meni yuzimga yaqinlashtirib ko'zlarimga boqdi. Uning ko'ziga qarashga kuchim qolmadi va men kutilmaganda qo'llarim bilan uning ko'zlarini o'yib oldim. Arvoh dahshatli qichqirdi-yu ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qulay vaziyatdan foydalanib tezda ketish kerak dedim ichimda. O'rnimdan arang turdim va boshqalarni turtkilay boshladim. Hamma bir ahvolda. Bir amallab bir-birimizga suyanib yo'lakka chiqdik. Biz yo'lakda ketib borardik. Hamma yer qorong'u va yaxshiyamki yonlarimizda telefonlarimiz bor. Yo'limizni sal bo'lsa-da yo'rtib olamiz. Kutilmaganda ortimizda har xil asbob-anjomlar, jihozlar harakatlana boshladi. U yoqdan bu yoqqa uchardi. Nogironlar aravachalari, bir nechta koykalar, eshiklar qars-qurs yopilardi. Bu qo'rqinchli jarayondan qo'rquvga tushib baqira boshladik. Chiqish yo'lini izlanglar! Meni og'zim tikilganligi uchun men ilojsiz edim. Bir amallab chiqish eshigiga olib boruvchi yo'lakka chiqdik. Biz tinmasdan tez-tez odimlardik. Yugurardik, ortimizda esa har xil ovozlar, yig'lashlar, kulishlar, o'kirishlar, o'q-o'g'olalar. Kasalxonani ichini butunlay badbo'y hid qamrab oldi. Yuguramiz, dedi Umid tinmay. Sevara bilan Said yo'l boshlab borardi. Jahongir, Umid va men ortda borardik. Va nihoyat biz kasalxonani orqa tomonidan tashqariga chiqdik. Chelaklab yomg'ir yog'ar, kasalxonani aylanib o'tib, oldi tomon bormoqchi bo'ldik. Har yerda daraxtlar. Birdaniga ko'zim kasalxona derazalariga tushdi. Shu onda chaqmoq chaqqani uchunmi, har bitta derazadan tashqariga bizlarga qarab turgan har xil arvohlarni ko'rdim-u yuragim halqib ketdi. Ular olov iskanjasida yonib bizga jim qarab turishardi. Lekin kutilmaganda ular derazalardan pastga havoda uchgancha uchib tushib ortimizdan ta'qib qilib tushisha boshladi. Biz esa tinmasdan odimlardik. Spark mashinamiz ham ko'rindi, ammo unga qanchalik yaqinlashganimiz sari mashina bizdan tobora yiroqlashayotgandek edi go'yo. Qichqiriqlar, yig'lashlar, o'kirishlar, chaqmoq ovozi. Biz bugun tirik qolarmikanmiz? Biz katta xatoga yo'l qo'ydik. Va nihoyat mashinaga yetib keldik. Said rulga o'tirdi. Yonida Sevara, orqada men, Jahon va Umid. Gazni bos, dedi Umid.
Saidni shoshlantirgancha. Bo'la qol ular yetay deb qoldi, derdi hammasi. Spark turgan yerida g'ildiraklari 1-2 sekund aylandi-yu biz o'qdek kelgan yo'limizdan orqaga qaytdik. Xudoga shukr, barchamiz tirikmiz derdim ichimda. Ammo menga nimadir xalaqit qilardi. Xuddi nimanidir unutgandek edim. Nimani unutdim? Barchamiz shu yerdamiz-ku. Bir payt Sevara, Temur, ukang Jasur mashinada emasmidi? Qani u? Endi men tamom bo'ldim. Jon jigarim, jonimdan ortiq yaxshi ko'radigan ukam Jasur mashinada yo'q edi. Demak, u deya ortimizda qolib ketayotgan tashlandiq shifoxonaga qaradim. Bir qancha arvohlarga ko'zim tushdi. Ular shifoxona old qismida bizga qarab turishardi. Ko'zimdan yosh mo'tillab chiqa boshlagan payt ichimdan bitta so'z yig'i bilan aralash chiqdi va men lablarimda kuchli og'riqni sezdim. Jasur! Temur, o'zingni qo'lga ol, bardam bo'l. Qo'yib yubor meni. U yerga qaytib boraman, uni qutqarishim kerak. U yerga qaytib borsang o'lasan. O'zingni o'yla, ota-onangni o'yla. U yerga qaytib bormasliging kerak. Men tinmay tipirchilardim. Mashinadan tushishga harakat qilardim, ammo ikkala tomonimdagi do'stlarim meni mashinadan tushib qolgani qo'ymadi. Shu onda meni vijdon azobi, o'ta dahshatli, alamli azob qiynay boshladi. Nega uni yolg'iz qoldirdim? Bardam bo'l, Timur. Endi uni qaytara olmaymiz. Hozir qaytsak barchamiz o'lamiz. Kechir meni, Jasur. Kechir. Orqa derazadan orqaga qarab o'tirgancha vijdon azobidan yonib yig'lab ketardim. Xayolimda Jasur o'sha bino ichida arvohlar qurshovida qolib ketib mendan yordam so'rayotgandek edi. Lekin men uni tashlab ketmoqdaman. Kechir meni, Jasur. Bu orada biz tikilgan a'zolarimizdagi iplardan xalos bo'ldik. Barchamiz jim ketardik. Birinchi Jahongirni uyiga tashlab qo'ydik, keyin Saidni, keyin umid bilan Sevarani uyiga tashlab qo'ydim. Uyimga keldim. Nima qilarimni bilmayman. Xonamga kirdim u yotoqqa o'zimni tashladim. Yana yig'lay uxlab qolibman. Tushimda ukamni ko'rdim. Men o'sha tashlandiq kasalxonani tashqarisida ekanman. U esa kirish eshigi oldida. Uni yonimga chaqiryapman, u esa kelmayapti. Keyin bilsam, u Jasurning arvohi ekan. Uning ham jasadi ko'milmagani uchun ruhi bezovta bo'lib menga tikilib turgan ekan. U tomon bormoqchi bo'lganimda tushimdan uyg'onib ketdim. Qattiq shamoldan xonam derazasi ochilib ketibdi. Ichkariga yomg'ir kira boshladi. Behol o'rnimdan turib uni yopmoqchi bo'lganimda deraza oldida Jasurni ko'rib qoldim. Meni nega tashlab ketdingiz? Kechir meni deya bag'rimga bosdim. Tanasi muzdek edi. Vijdon azobida yonyapsizmi? Dedi Jasur. Kechir meni. Seni tashlab ketganim uchun. Bu azobdan qutulishning birgina yo'li bor. Qanday, dedim. Xonimda tepada qandilga osilib turgan arqonni ko'rsatdi. Men baribir o'lganman, dedi Jasur. Vijdoningiz qiynalib yurgandan ko'ra siz ham meni yonimga keling. Bir o'zim qo'rqayapman. Biroz o'ylanib qoldim-da, qandil ostiga borib, tagimga stulni qo'ydim va sirtmoqni bo'ynimga soldim. Hozir seni yoningga boraman, deya tagimda turgan stulni qulatdim. Shu onda qarshimdagi Jasurning arvohi o'sha qariya cholning qiyofasiga kira boshladi. Yo'q, men aldanib qoldim. Lekin endi kech. Va men qarshimda menga jimgina timqora ko'zlar bilan qarab turgan qariya men ko'rgan oxirgi manzara bo'ldi. Shu tariqa Timur o'ldi. Boshqalari tirik qoldi deb o'ylayapsizmi? Unda eshitib ko'ring. Jahongir uyiga kelgach hech kimga bildirmay xonasiga kirdi.
Tanasidagi og'riq uni bir lahzaga bo'lsa-da tark etmadi. Xonasida yerga karavotga suyangancha o'tirardi. Singan qo'lidan polga tomardi. Birdan chaqmoq chaqqanida Jahongirning ko'zlari derazaga tushdi. Bir nechta shaffof rang taratib turgan arvohlarni derazaga yopishib o'ziga termilib turganini ko'rdi. Xonasidagi ko'zguda ham ko'ziga arvohlar ko'rina boshladi. Shu onda eshik ham taqillab kutilmaganda xonani yig'i-sig'i ovoz tutib ketdi. Bunaqangi og'riqqa va dahshatlarga qo'rquvga dosh berolmagan Jahongir ruhiy sindi va singan qo'lini uchqur suyagi bilan bo'g'ziga urdi va bir necha soniyadan so'ng qonsiragancha olamdan o'tdi. Said uyiga kelgach charchoq va boshidagi og'riqdan uxlab qolmoqchi bo'ldi-yu, lekin yuvinib olishni ma'qul ko'rdi va vannaxonaga bordi. Vannaga suv to'ldirib unga yotdi. Harakat qilishga madori yo'q edi. Xona sokin edi, lekin tashqarida yomg'ir yog'ar, chaqmoq chaqardi. Birdan vannaxonaning eshigi taqilladi. Said cho'chib ketdi-da eshikka qaradi. Eshik ortida qo'rqinchli yig'i ovozi eshitildi va vanna suvi to'lqinlanib ketdi. To'g'risiga qaragan Said o'zi bilan birga vannada o'tirgan ridoli ayolni ko'rdi-yu, oyoq-qo'llari harakatsiz qotib qoldi. Ridoli ayol ko'karib ketgan qo'llari bilan uni ikkala egnidan ushlab suvga botira boshladi. Va Said vanna suviga botib ketdi. Qanchalik harakat qilmasin, madori yo'q bo'lgan Said vanna suviga cho'kib jon taslim qildi. Xonada esa qichqiriqlar, yig'i-sig'i ovozi eshitildi-yu, xona jimib qoldi. Vanna jo'mragidan esa vannaga suv tomchisi tomib turardi. Egizaklarning qismati ne kechdi deb so'rarsiz. Ikkalasi ham oila a'zolariga bildirmasdan xonalariga kirishdi. Tun qo'rquv va azoblarga to'la kechdi. Sevara tikilgan panjalaridagi yaralarni ko'zdan kechirarkan, Timurga qiyin bo'ldi. O'z ukasini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Qo'lim achishyapti. Tozalab yuvib bint bilan o'rab qo'ymasam bo'lmaydi. Bir tomondan chaqab ham ketdim deya turib sekin bildirmasdan oshxonaga bordi. Eshikdan kirgan Sevara rakvinaga engashib, nimadir qilayotgan kiyimsiz, ammo uvadasi chiqib ketgan oq shim kiyib olgan cho'lga ko'zi tushdi. Ha, u o'sha kasalxonadagi cholning ruhi edi. U sekin Sevaraga yaqinlashdi. Sevara himoyalanish uchun qo'liga pichoq oldi. Birdaniga cholning dahshatli ruhi Sevaraga tashlandi va uning tomog'idan bo'g'ib ushlab turdi. Sevara so'nggi imkoniyatni va harakatlarni qildi. Tinmay cholning har yeriga pichoq bilan urar, zarba berar boshladi. Oxirida tomog'idan bo'g'izladi. Lekin uning o'ziga ham nafas yetishmay oyoq-qo'li qaltiradi-yu, joni uzildi. Uning so'nggi ko'rgan manzarasi uni dahshatga soldi. Chunki u akasini bir nechta joyidan jarohat olgan va tomog'idan bo'g'izlangan. Umid esa oshxona shkafiga suyanib qoldi. Ha, u aslida Umid edi. Umid sal narida yotgan Sevaraga nazar tashlagancha so'nggi nafasni chiqardi. Bir necha daqiqa oldin Umid ko'zlaridagi jarohat o'rnini tozalash uchun oshxonaga kelib, avval yuzini yuvmoqchi bo'lib, rakvinaga engashib, suvni ochayotganida ortidan eshikni ochib Sevara kelib qoldi. Lekin u Umidning ko'ziga ridoli ayol bo'lib ko'rindi. Umidni qo'rquv va jasoratga aylandi va o'sha arvoh tomon odimladi. O'lsam ham oxirigacha kurashib bo'laman. Qolganini o'zingiz bilasizlar, hurmatli tinglovchi. Shu bilan bu omadsiz diggerlarning birinchi va oxirgi qilgan diggerlik ishlari, ya'ni stalklari bo'lib qoldi. Umuman osmondan ag'darilayotgan ikkinchi kunning qayg'uli tongida 5 nafar kollej o'quvchilari yuzlarida qo'rquv alomatlari va turli jarohatlari bilan morg, ya'ni o'likxonaga olib ketildi.
Darhol bo'lib o'tgan voqea yuzasidan tergov surishtiruv ishlari boshlandi. Shaharda esa quyidagi xabar tarqalib ketdi. Shahardagi kollejlarning birida 5 nafar o'quvchilar diggerlik qilishmoqchi bo'lib, qaysidir shifoxonaga borishibdi. O'sha kuni ular uylariga qaytgan, lekin tongda barchasini o'lik holda topishibdi. Taxminlarga ko'ra, ular suitsidga borishgan emish, ya'ni o'z jonlariga qasd qilishgan. Bunga nima sabab bo'lgan hech kim bilmaydi. Lekin bir sirli va o'rganilishi kerak bo'lgan tomoni ular o'sha binoda yozib bo'lgan dahshatli lavhalar edi. Organ xodimlari o'sha videoni ko'rib chiqishgan va bu hech qanaqa soxta video emas, haqiqat ekanliklarini aytishgan. Va o'sha videoda hech qanaqa paranormal voqeani guvohi bo'lishmagani uchun bu videoga unchalik e'tibor berishmagan. Bo'lib o'tgan ishni esa o'z joniga qasd qilish deya bu ishni yopishgan. Ammo o'ylantiradigan tomoni u binoni buzishga hech qaysi tashkilot harakat qilmagan edi. Bilmadim, balki bo'lib o'tgan voqea shunchaki baxtsiz tasodif deya o'ylashgandir va arzirli bahona topilmaganidir. Lekin o'sha o'quvchilarning sirli o'limi o'zlariga va yolg'iz Tangriga ayon. YouTube ijtimoiy tarmog'ida esa O'zbekistondagi yagona Digger kanali ochildi, lekin unga bor yo'g'i bir dona birinchi va so'nggi video yuklandi. Shu bilan bu voqea shu tarzda yakun topdi. O'sha vahimali tunda Jasur mashinada o'yin o'ynab o'tirgan edi. Birdan Jasur mashina eshigi oynasida o'ziga qarab turgan akasi Temurni ko'rib qoldi. Cho'chib ketgan Jasur, "Aka, cho'chitib yubordingiz-ku odamni", deya eshikni ochdi. Temur esa eshikdan uzoqlashib, bino tomon odimlab ketayotib, qo'li bilan Jasurni cho'rlay boshladi. Jasur hech narsaga tushunmay uning ketidan ergashdi. Akasi Temur kirish eshigidan ichkariga kirib ketdi. Jasur eshik oldiga borib turib qoldi. Shunda ichkaridan ovoz eshitildi. "Jasur, yonimga kel." Bu Temurning ovozi edi. Jasur yerto'la eshigiga olib boruvchi zinagacha kelib to'xtadi. Qorong'u yerto'laga qarab birgina so'z aytdi. "Aka?" Shu on uni kimdir yoki nimadir yerto'laga itarib yiqitdi. Jasur ichkariga yiqilib hushidan ketdi. Birozdan so'ng ko'zlarini ochib qarasa, qorong'u zax yerto'lada yotardi. Arang o'rnidan turib yorug'lik izlay boshlaganida, tashqarida chaqmoq chaqqanida yerto'laga o'rnatilgan kichik derazadan ichkariga yorug'lik taradi-yu, qarshisida oppoq ridoli ayol va kiyimsiz chol va bir qancha begona odamlarga ko'z tushdi-yu savol berdi. Sizlar kimsizlar?" Ular sukunat bilan javob berishdi. Yana chaqmoq chaqdi-yu, yorug'lik o'sha sharpalarni barchasi birvarakayiga Jasurga tashlanganini ko'rishga imkon berdi va bu Jasur ko'rgan oxirgi manzara bo'ldi. Va Jasurning og'zidan oxirgi so'z chiqdi. "Aka?" Muallif Temurxon.